O'zbekistonda haftaning ikkinchi yarmida yana qor yog'ishi mumkin. Assalomu alaykum. Eng son yangiliklar, ob-havo ma'lumoti bilan tanishtiramiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. O'zgidromet Turkmanistondan nam havo massalari kirib kelishi sabab ushbu hafta beqaror ob-havo kuzatilishini ma'lum qildi. Prognozlarga ko'ra, respublika bo'yicha ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, faqat 4-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Tog' oldi va tog'li hududlarda vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 2-3-fevralda ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. O'zbekiston hududi bo'yicha harorat foni kechalari 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 13-18 daraja iliq atrofida bo'ladi. Juma kuni esa vaziyat o'zgaradi. O'zbekistonga Qozog'iston hududidan sovuq va nisbatan nam havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Buning hisobiga respublika bo'yicha 6-fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir qorga aylanadi, bo'ladi. Harorat kun davomida pasayadi. Kechasi va kunduzi 1-6 daraja iliq, shimolda kechasi 7-12 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Respublika bo'yicha ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. 2-3-fevralda respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chishi xavfi bor. Toshkentda 2-fevral kuni vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat 13-15